aka, bu ham karamelli sinabon va клубничный sinabon. Bu ham клубничный sinabon va karamel. Farqi nima? Tak, bu bizani sinabonlarimiz. Buni qayerdan oldingiz bilmayman. Bizada sinabonlarning farqi deylik, bu klubnika va bu klubnika bu yerda juda ham bu anchagina og'irga o'xshaydi. Bizaniki bo'lsa anchagina yengilroq. Deylik, bu yerda ancha ko'p shakar bor. Bunda bo'lsa naturalniy produksiya ishlatiladi va shakarlar ko'p emas. Karamellini oladigan bo'lsak, bu yerda karamel bu domashniy karamel emas, bizda esa haqiqiy domashniy karamel ishlatiladi. Kelgan yana bitta narsa, misol hozir o'zingizlar ko'rasizlar-da, men bu sinabonlarni bunda o'xshaganda shunda qo'lingizdan kirib ketadi, mana qarang. Yumshoq. Deyni ham ko'ring. Bu yerdagi pikan karamelli sinabonimiz ham anchagina yumshoqroq. Endi misol buni oladigan bo'lsangiz, men yomonlash emas, prosta odamlarimizga hamisha yaxshi mahsulot yetkazib berish kerak. Xuddi shunday pishni va yumshoq, shirin sinabonlar yemoqchi bo'lsangiz, hoziroq Instagramdan direktga plus belgisini qoldirib qo'ying. Quruq qolib ketmang, yaxshi sinabonlardan.